Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005 yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 18-bob. Jangohdagi qiyomat. Davomi. 3. Cho'chakning Sovet bilan bo'lgan oraliqi 8 kilometrlar keladi. Bu yerning oilasi tarqoq, qurilishlari radsiz, atrofi do'nglik va tog'liq bo'lib, bu yerda Gomindaning 3000 askari to'liq qurollanib yotadi. Turbiljindan anglangan o'q ovozi va milliy armiyaning bu tarafga otlanganlik xabari ularni aloqzoda qilayotgan edi. Gomindang amaldorlari o'z g'imidala yurishadi. Nima qilarini bilolmay qilishdi. Milliy armiya qo'mondonlik shtabining buyrug'i bo'yicha Barat Palvan turayotgan qism Durbiljinning g'arbiy janub tarafidagi Imil daryosidan o'tib, Cho'chak Durbiljin tashyo'lini kesib tashlab, bu ikki shahardagi Gomindang kuchlarining aloqasini uzayotgan edi. Shunga Cho'chakdagi Gomindangchilar qattiq vahima ichida yurishadi. O'zlaridan o'zlari urkib, patparaq bo'lishadi. Mushundaq ahvol ostida bularni taslim bo'lishga undash uchun milliy armiya avatgan Durbiljin hokimi mashina bilan ularning yeniga kelib, ahvolni amaldorlarga ma'lum qildi. Sizlar taslim bo'lsanglar, qurol topshirsanglar, ular sizlarning omonliqinglarga kafolatlik qiladigan bo'ldi. Qani, o'lishib ko'ringlar. Uning elib kelgan bu xabari ularni texmo parakanda qilavatdi. Ko'pinchisi uning og'zidan o'zlarining tugashganligini his qilyapsimi, lekin muhim huquqliq doiralar jahillik qilib, qarshilik ko'rsatishda ching turdi. Bu ahvolni Durbiljin hokimi qo'mondonlik shtabiga xabar qilishga oldirab qaytdi. Cho'chakdagi bosh harbiy qo'mondon Jin Tuanjang Cho'chak shahrining g'arbiy shimol tarafini to'pqa tutish buyrug'ini tushirish oldida turgan edi. Durbiljin hokimining va boshqa amaldorlarning Sovet tarafga qochganligidan xabar topdi-da, chiroyi o'ngib, o'zimi qechishga oldirdi. U valining mashinasiga chiqib, Sovet tarafga qarab quyrug'ini xada qildi. Durbiljin hokimining chiqmaganligidan bir ansilchilikni sezgan Liskin Barat Palvonga odam avatib, sepilni portlatib o'tish buyrug'ini tushirdi. Gugum tushib, atrofga bara-bara qorong'ulik yeyilayotdi. Ig'ir qadam bilan yetib kelgan Barat Palvon jangchilarga bir qur ko'z yugurtib chiqib, ahvolni aytdi-da, "Buningga Sidiq bilan Qosim borsin", dedi keskin qilib. "Men borman", dedi Qurbon tik turgan holda. "Bo'lmaydi. Buyruq bo'lsin. Ortiq so'zlashga vaqt yo'q. Qosim, sizlar avval tugman gap berib olinglar. Ondan sepilga yiqilishib ishni boshlanglar." "Xo'p, boshliq", dedi Sidiq ko'kko'z xushal holda. Ular tugman gap berib portlatish asboblarini tayyor qilib olgandan keyin atrofni bir qurib kuzatdi. "Ishni boshlamdoq ko'kko'z", dedi Qosim Joda. Uning ko'nglida hiliqi g'um bo'lg'achqa, uningga sal to'ng tegdi. "Boshlayli. Olmadis o'lib ketib qolsam, uydagilarga salom aytib qo'yarsan. Xudo ulug' ishlarga tutish qilgan odamning yo'lini oq qiladi. Yur, ishni boshlayli." Qosim Joda uning so'zidan erib, uningga mehribonlik nazari bilan qaradi. Ular igiz o'sgan lo'yliliklar orasidan mingib, sepilga yaqinlashdi-da, sepilning ostini ko'lab, mina ko'mdi. "Amdi pilikka o'tni yoqayli", dedi Sidiq pichirlab. Qosim Joda chaqmoqni chiqib, pilikka o'tni yoqdi-da, Sidiq bilan tugmanga qarab yugurdi. Ular amdila tugman ichiga kirib turishiga, mina dahshatlik portlab, sepilning kesaklarini havoga layiltibatdi. Shundaqdimi, qarshi tarafdan o'q etilmadi. Ular vazifalarini ado qilib, mag'rur holda qaytishdi. "Yaraysizlar, o'g'il baladak ish qildinglar", dedi Barat Palvon Qosim Jodaning murisiga shapaloqlab. Jangchilar ulardan bekmo rozi bo'lishdi. "Yomonkansizlar jumo, Barat Palvonning maqtishiga erishib oldinglar", dedi Yasin doktor. "Qanchalik ishdi u? Tilga ilishqa arzimaydi", dedi Turdaxun. "Ular mening portlatganligimni bilib qoldi. Minaga ismimni yozib qo'ygan emasmi?" dedi Qosim Joda. Hammaylan kulishib ketishdi.
Qurbonga bu gaplar xo'sh yoqmay, g'amkin o'ltiradi. Boshqalar uning g'amkin holiga qarasalar, yuraklari tortishib, og'irgandek bo'lishadi. Uningga ortiqcha gapmo qilishmaydi. Qorong'ulik zaminga tiqilib turadi. Hamma yerda bir mo'ngluq sukunat hukm suradi. Jangchilar g'amkin holda xiyollarga bitib, kelgusi baxtiyor turmushini qiyosan ko'z oldiga keltirishadi. Qurbon Chimangulning go'zal jamolini, uning erkalab turib qilgan so'zlarini aslab, chayon chaqqandek to'lg'inib ketdi. Ko'zlari g'azabdan o't oldi. Anani, hammin qilgan mushular. Bular bizga nimishqa aram bermaydi. Zodi nimishqa? Xap, senlarni biringni qo'ymay qirib tashlamaydigan bo'lsam, u tishlarini g'uchirlatdi. Men sizning har bir kiyim kiygan chog'laringizni ko'rarmanmi? Undaq kunlar kelgan kuni yurkim yerilib ketadi jumo. Undaq bo'lsa, men har bir kiyim kiymay. Yo'q, undaq demang. Bir kuni cho'qim oldimga har bir kiyim kiyib kelasiz. Keyin bolalarimiz dadam harbiy bo'lib, inqilobga qatnashib, xalqni, yurtni ozod qilgan deb maqtanib yuramdi tehi. Sizni hukumat urushga qatnashgan deb alohida. Uning xiyollari ashu yerga kelganda buquldab yig'lab ketdi. İplaslar, qonxo'r jallodlar, men senlardan qisos olmaydigan bo'lsam, o'g'il bola bo'lmay ketay, dedi u esadab turib. Uning yenida yotgan jangchilar uning yig'layotganligini sezgan bo'lsa-mu, ortiqcha gap qilib, uning ko'ngil yarasiga tuz sepib qo'yishdan ansirab, jim yetishdi. Ular faqat qurbonga ich og'ritib, yestashlik qiladi. Sahar sepilning ustida oq bayroq lapildidi. Havo tutuq bo'lib, osmon turilib turadi. Bu 8-oyning 1-kuni edi. Milliy armiya qo'mondonlik shtabidan bularga shaharga otlanish buyrug'i tushirildi. Bularning kelayotganlik xabarini anglagan shahar xalqi bularga qarab kelkundek oqdi. Bularning qo'llarida turli yemakliklar, usulliqlar, dasta-dasta gullar bor edi. Xalq ommasi ozodlik uchun jang qilgan, ustivashlarini to'pchang bosgan, lekin ruhiy ko'tarangu va jushqun milliy armiya jangchilari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Shahar hayajon ilkida to'lqinlaydi. Leskin shahar ichiga kiribla komendantchilarning askarlarini boshlab Ko'ktumur, Baxtu orqali Sovet ittifoqi tarafga qochganligidan xabar topdi. Ondan u ofitserlarga shaharni obdan tozalashni buyurdi. Bular ajabmi qichqa amroq nimalarkan? Jini chiqib ketsa-mu biz bilan etishib ko'rsa bo'lmamdigandi, dedi Qaraqvan. Gomindan qichiq usta, milliy armiya etishqa deganni anglab boqmabdikan-sanda, dedi Yasin doktor. Ajabmi to'g'ri debdikan? Yurk yo'q nimalarkan bu? Turmadagilarni qutqizishga buyurilganlar turma darvozalarini cheqib, bir necha yuzlagan mahbuslarni yo'riqlikqa chiqardi. Urug' tuqqanlari ular bilan yig'lab ko'rishdi. Turmada yo'qlarini azgal va quduqlardan izlashdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Yamulning shahar tarafga qaratilgan darvozasidan cho'chak inqilobchilarni turmadan qutqizib chiqqan bir mashina chiqib keldi. Mashinaga patmaganlar piyoda kelyotdi. Ularning chat soqollari o'sib, g'alita tusga kirib qolgan edi. Shaharga kirgan milliy armiya qismlari gimnaziya maktabi va idora, jamiyat binolariga o'rinlashdi. Bular milliy armiya sepiga askar qabul qilish uqtirishi chiqarmasimi, nurg'un o'g'il qizlar harbiy sepga o'zligidan qatnashdi. Shahar bayram tusiga kirgan bo'lib, hammalar joyda xushal kulka sadolari jaranglaydi. Milliy armiya qismni ratlab bo'lgandan keyin askar qabul qilish uqtirishi chiqardi. Turkumlab askarlikka qabul qilinganlar mashq qildirildi. Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi mustaqil otliq askarlar brigadasini tashkilladi. Epnur Kuli, Mayli partizanlar atrati, yangidan qurilgan cho'chak otliq askarlar 6-tuani va Mo'g'ul diviziyasi Shexu tarafga, Kangsay otliq 3-tuani, Durbiljin 4-otliq tuani va mustaqil tuanlar Qo'buqsar orqali shimol tarafga ilgarilab,
Altayni ozod qilish safariga otlandi. Ko'chak xalqi ko'zlaridan yosh to'kkanicha ularga oq yo'l tilab qoldi. 4. Qubuqsar nahiya bozori bilan Urumchi shahrining oraliqi 500 kilometr. Qubuqsar nahiya bozori Durbiljin nahiyasining 200 kilometr sharqida, ya'ni Altayga qatnaydigan tosh yo'l ustida bo'lib, tosh yo'l Qubuqsar nahiyasini kesib o'tadi. Bu nahiyaning asosiy aholisi Mo'g'ul chorvachilari. Qubuqsar nahiyasi egizlikka joylashgan bo'lib, atrofi tuzlanlik edi. Bu yerda Kuomintangning otliq 11-shesining 31-tuani bor edi. Ular 3 viloyat partizanlaridan mudofaa ko'rish uchun kecha kunduzlab mudofaa istehkom qurilishi elib berib, nahiya bozorining atrofiga kesaklardan ko'plab potay va xandaklarni yasagan edi. Bu joyga o'rinlashgan Kuomintang 31-otliq tuanining jang qilish tajribasi mo'l, qurol yaroqlari xil bo'lib, Kuomintang qo'shinlari ichida xili dangliq edi. Yuqoridagilar bu yerga telegramma yo'llab, Qubuqsarni qat'iy saqlash lozimligi. Agar Qubuqsar qo'ldan ketsa, harbiy qonun bo'yicha bularni jazolaydiganligi uqtirilgan edi. Shunga Qubuqsarga qarab ilgarilagan Jiminay partizanlari bilan Kangsayning 3-otliq tuanining bir liyani bu joydagi partizanlar bilan g'alabalik uchrashib, kuchni markazlashtirib, Qubuqsardagi Kuomintang qo'shinlarini muasirga ilishiga Kuomintangchilar bor kuchini ishga solib, bularga qarshi turdi. Milliy armiya jangchilari va partizanlar ojiz o'ringa tushib qolib, milliy armiyaning asosiy kuchini kutishga to'g'ri keldi. Bular bu oraliqda har xil chora tadbirlarni qo'llanib, dushmanga vahima soldi. Gohida 2 dona yenik pilimotni necha yerga yo'tkab o't ichib, ularni parakanda qilsa, gohida hujum qilgandek cho'qan ko'tarib, ularni sarosimaga soldi. Dal mushu vaqtlarda milliy armiyaning qolgan qismlari yetib keldi. Komandirlar atrofni kuzatib hujum qilishning choralari ustida kengash ilib bordi. Bu yerga hujum qilish afsiz ekan, obdanroq o'ylanmasak bo'lmag'idek, dedi Liskin kengash a'zolariga bir qur qarab chiqib. Hujumni boshlayli, nimaga saqlaymiz? Dedi milliy armiya qo'shinining maslahatchisi Sovet grajdani Doskunov. Biz umumyuzlik hujum boshlasak, ular taslim bo'lishi mumkin. Aldirmayli, dedi Liskin o'ylanib turib. Har qadamda bir xandak, 20 dan ko'p 3 metr egizlikdagi potiy tursa, tüp-tüz dalida ularga qarshi urush qilmoq tez. Bu yerga Kuomintangning asosiy kuchi o'rlashtirilgan. Bu xil ahvolda hujum qilsak, biz hamon hujum qilamiz-ku. Uningdan Doskunov har xil farazlarni o'ttirib qo'yib, o'z gapida chin turib oldi. Leskin oxir, "Bo'pti, seningmi o'ylig'ing bordi", dedi. Namoz degardan keyin hujum boshlandi. Milliy armiya jangchilari shiddat bilan hujumga otlanib, dushman potaylarga yiqilishga oz qolganda, ular oldin ola qizib qo'ygan xandaklarga tushib ketishdi. Leskin darhol xandaklarning ustiga yog'ochlarni qo'yib, davomli hujum qilish to'g'risida buyruq tushirdi. Jangchilar xandaklarning ustiga yog'ochlarni qo'yib, davomli olg'a ilgariladi. Dushmanlarning uzildirmay etavatgan o'qlari jangchilarni orqa-orqadan do'mlatmoqda. Barat palvon birda granat tashlab, birda pilimotdan o'q uzib, baturlik bilan olg'a ilgarilamoqda. Dushman kuchlari jahillik bilan qarshilik ko'rsatib, milliy armiya qismlaridan bara-bara ustun kelmoqda edi. Jangchilarning echinishli holatini ko'rgan Leskin darhol chekinish buyrug'ini tushirdi. Jangchilar o'z pig'onlari chiqmagan bu urushdan norozi bo'lishgandek chekinishdi. Bu qatimliq jangda 50 jangchi qurbon bo'ldi. Bu yerga hujum qilish haqiqatan ta'skan, dedi Barat palvon kashlik g'izodan keyin. Ular nimishqa chekinish buyruq tushirdi? O'lsak mayli emasmi? dedi Qaraqvan xafa bo'lgandek qiyofatda. Amal yo'q. Jangchilar to'liq qirilib ketdi. Urush deganda qirilish bo'ldi emasmi? Barat palvon un chiqarmay o'ltirdi. Behuda qon to'kkanning nim foydasi? Chekinib turib yana hujum qilsaqmi bo'ladi-ku, dedi Nasiraxon g'amkin holda.
Helimo chiqim oz emas. Har qitimliq hujumda odamlarimiz u gapining oxirini deyolmay so'zdan to'xtab qoldi. Bu yerdagi dushmanlarning kuchini sal chog'lig'ili bo'lmag'idek, dedi Turdaxun. Bular qanchalik nimiti? Anani, dedi Qosim Joda esilib. Qo'mondonlik shtabidan yana umumyuzlik hujum qilish buyrug'i tushirilib, jangchilar hurra sadolari bilan dushmanlarga qarab atlandi. Dushman potaylaridagi pilmutlardan tatatlab o'qlar yog'atdi. Jangchilar qaysarlik bilan o'zlarini o'q og'izlariga itishatdi. O'q tekkan jangchilar alamlik boysab bir-birlab yiqilib Barat palvon granat etib olg'a ilgirlug'ichlar uchun yo'l ochib berib U yer beg'irlab berib, qurbon bo'lgan bir jangchining pilmotini elib, o'rnidan turib pilmotdan o't ochganicha olg'a ilgirladi. U dushmanlarning yog'dirayotgan o'qlarida yana amalsiz yer beg'irlab yurishga majbur bo'ldi. Qaraquvon, Yasin doktor, Nasiraxun qurbonlar avtomatlaridan to'xtamay o'q uzib ilgirlayotdi. Ular shundoq qaysarlik bilan 3-xandakka borganda quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Jangchilar jon ochiqida dushmanning kelganlar yeriga zarba berib uratdi. Dushmanlar mushu vaqtda naga o'qitishni bilolmay qilishdi. Ular salla fursat topsa milliy armiya jangchilarini qirvitishi turganlar gap edi. Potaydagi dushman askarlari pilmotlarini har taraflarga qaratib fursat izlayotdi. Milliy armiya qo'mondonlik shtabi ahvolning xatarlikligini, dushmanlarning o'zlaridan ustun kelayotganligini sezib, darhol chekinishga buyruq tushirdi. Qurbon, Qosim Jodalar chekinmasdan dushman bilan davomli ilishayotdi. "Chekininglar!" Barat palvon qahri bilan varqirdi. "Bu degan buyruq." Buyruq bo'lmagan bo'lsa, uningmi chekingusi yo'q edi. Amal qancha? Jangchilar dushmanlardan mehrini uzalmay, ularga zarba bergach, asta-asta chekinayotdi. Potaydagi dushman askarlari atrofni sezgurlik bilan kuzatib, qorallarini hadab ishqa silayotdi. Mushu chekinish paytlarida dushman bilan qat'iy holda ilishayotgan Sestra Gulxon bilan Aygul dushman qo'lga tushib qoldi. Potaylardagi dushman askarlarining bo'lishiga etayotgan o'qlari bir necha jangchini kayni-kayndan do'miltibatdi. Jangchilar nima qilarini bilolmay yanila chekinishga majbur bo'ldi. Alamdan lavlarini tishlab qon chiqarib yuraklari zarda go'sh bo'lib ichishdi. Janggohdan chekinib chiqqan jangchilarni arg'inliq, ig'ir hasrat, ochiq azoblar chirmab oldi. Hech kishining hech kishiga gap qilg'isi yo'qdek qiladi. Ular amalsiz g'azablarini ichiga yutishatdi. Bu kuni kecha Barat palvon kirpik qaqmay chiqdi. Uning turib-turibla dushman o'ziga yolg'iz atlang'usi kelib ketadi. Ertasi sahar jangchilar dahshatlik bir manzarani ko'rib, g'azabdan o'zlarini bosolmay qilishdi. 3 metr egizlikdagi potayga dushmanlar Aygul bilan Gulxonni yalang'och qilib, mixlab esib qo'ygan edi. Ularning butun badani titilgan, ko'ksi kesilgan bo'lib, turqidan nihoyatda vahshiy holda qiynab o'ldirilganligi chiqib turadi. "Iflos to'ng'izlar!" dedi Qurbon unlik varqirab. Uning ko'ziga bu qizlar chimangul bo'lib ko'rinib ketyotdi. Demismi, uning jonajon yurak parisini o'ldirgan ashu qonxo'r qotillar emasmi? Uning ko'zlaridan o't chaqnab, o'zini tutololmayla qoldi. Boshqa jangchilarmi mushu xil hissiyatda edi. Ba'zi jangchilar bu qizlarga g'oyibi oshiq bo'lishganmi edi. Afsuski, hujum qilayli, dedi Qosim Joda rangi o'chgan holda. Amdi jonni ayashning lozim qolmadi. O'g'il bola turib, biz ashularni qutqizib qola olmadik. Bizning narimiz o'g'il bola. U chin qilib so'zlagachga bo'g'ilib qoldi. U har qitim u qizlarga qaraganda yuragi ichishib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qilyotdi. "Hujum qilsak bo'lmamdi? Biz uningga qarab turimizmi?" deb g'ovg'a qilishdi boshqa jangchilarmi. Qo'mindan qo'shinlari qoral kuchi jihatdan ustunlikka ega bo'lsa-mu, lekin ozuq tuliki bir tuan askarni ham
ot ulag'larni uzun muddat beqishga yetmaydi. Milliy armiyada ig'ir qurollar bo'lmaganlikdan muhosiradagi qo'mindan qismlari bir mezgil xili qattiq qarshilik ko'rsatdi. Keyin milliy armiyaning davomli hujum qilib turishi va ikki qitimli qaqshatqich zarbisi qo'mindan qo'mondonni aloqzoda qilyapti. U bir necha qitim muhosirni yerib chiqib ketishga uringan bo'lsa-mu, lekin maqsadini ishga oshira olmadi. Nailoj qolgan qo'mindan qo'mondonlik shtabi milliy armiya tarafga taslim bo'lish to'g'riliq ikki qitim vakil chiqardi. Ular o'ttirib qo'ygan taslim bo'lgandan keyingi o'zlariga qilinadigan muomalaning qandoq bo'ladiganligi, hayotlik va turmush ta'minot kapolati qatorliq masalalarga qarata milliy armiya qo'mondonlik shtabi ularga qurol topshirishlar hayotiga hech qanday ziyon zahmat yetkazmaydiganligini, turmushiga to'liq kapolatlik qiladiganligini aytdi. Ular o'ylanib ko'rishni aytib, qaytib ketgandan keyin yana 3-qitim chiqib taslim bo'lgandan keyin majburiy emgakka silinmaydiganligini, kuniga qanchalik ta'minotdan bahramand bo'lganligini surishta qildi. Bu vaqtda Doskunov aldirang'ulik qilib, "Sizlar amaliyotda asirga tushib turib, yana nima bildirlaysizlar? Qurol topshirsanglar, tiz topshirmamsizlar?" deb ochiqlab qattiq varqirdi. Bu javobni anglagan qo'mindan askarlarning qo'mondoni taslim bo'lishning o'rniga qat'iy qarshilik ko'rsatish pozitsiyasida bo'ldi. Doskunov ularga qaramlarcha qarshi turishni, shu orqali ularga o'zlarining kuch-qudratini ko'rsatib qo'yishni xiyol qilib, Qubuqsarining g'arbidagi pota bizning qo'limizda, shu yerdan nahiya bozorga bostirib kirish kerak, deb qo'mondonlik shtabidagilarga maslahat bergandan keyin o'z beshimchilik bilan Kangsay otliq 3-tuanining bir pay askariga qo'mindan qismlarining qo'lidagi potaylarni portlatib, bozorga hujum qilish to'g'risida buyruq tushirdi. Bu pay ichida Nasraxun bilan Turdaxun bor edi. Ular mingish oldida boshqa jangchilarga qarab kulimsirab qo'ydi. Barat Palvon ularga nimanidir demoqchi bo'lgandek umtaldi. Biroq gapini deyolmay ular bilan bosh isharati orqali xo'shlashdi. Turdaxun bilan Nasraxunning uningga nurg'un so'zlari bor edi. Afsus, vaqt yar bermadi. Ular bir-biriga qiymagan holda ayrilishdi. Barat Palvonning yuragi ansiz so'qib ketdi. Pay komandirining yetakchiligida jangchilar dushman potaylarga qarab ilgirlamoqda edi. Jangchilar bir tarafdan granat atsa, bir tarafdan avtomatlardan o'q uzgunicha yuguraydi. Ular bara-bara dushman potiga yaqinlashayotganda, dushmanlar bularni vahshiyona holda o'qqa tutdi. 5 nafar jangchi orqa-orqadan yiqildi. Nasraxun, sen oldiga o'tib potaga yaqinlash, men seni himoya qilaman, deb varqirdi Turdaxun. Ma'qul. Nasraxun shundoq deb yer beg'irlab o'milab mandi. Uning g'azab nafratdan o't olgan ko'zlari dushman potaylariga qadalgan edi. Dushman o'qlari yomg'irdak yig'vatadi. Turdaxun uning ilgirlishi uchun granat tashlab yo'l ochib berayotdi. Keyin umu avtomatdan o'q uzib Nasraxunga agashdi. Ular potayga barbara yaqinlashayotdi. Dushman o'qlarida jangchilar alam bilan varqirab bir-birlab yiqilmoqda edi. Buningdan pay komandiri ochiq yutib, ichiga cho'g'i tushgandek to'lg'inib ketgan bo'lsa-mu, lekin qolgan jangchilarga boshchilik qilib, dushman bilan bo'lgan keskin jangni to'xtatib qo'ymadi. U dushman potiga qaramlarcha yiqilishib berayotgan Nasraxun bilan Turdaxunning hayotidan ansirab qoldi. Daqiqa vaqt shuncha qimmatli edi. Nasraxun, potayni portlatib et, deb varqirdi Turdaxun. Dushman tarafga bir granat etib. Ondan u yugurgan piti Nasraxunning yiniga yiqilish borganda o'q tegib yiqildi. Turdaxun, do'stim, dedi Nasraxun uning peshini quchqiga ilib. Menga qarma, potayni portlatib et, tiz bo'l, sangamo o'q tegmasin, dedi Turdaxun uni yinik ittirib. Bo'l, nimaga tursan? Bolalarimga qarab qo'yarsan. Mang! Nasraxun zarda bo'lgan holda ikki dumlabla potay yiniga keldida, yinidagi granatning yepini tortib,
potay ichiga otdi. Shu arada uningga o'q tegib yiqildi. Dahshatli gumburlashlardan keyin Nasiraxon bilan Turdaxon xotirjam ko'z yumdi. O'q tegib yaralangan pay komandiri bilan bir jangchi bir-birini yo'lishib aran janggohdan chekinib chiqib oldi. Boshqa jangchilarning hammasi qurbon bo'lgan edi. Bu ish butun jangchilarning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Qandoq degan maslahatchi u? Anangni deb o'zini bosolmayla qoldi Barat palvon. Uning ko'zlarida ochiq yosh tomchilari lig'ildab turadi. Ko'z oldida Turdaxonning xushfe'l chiroyi, Nasiraxonning tamkin holati gavdalanib, bu dunyo uningga mudhish ko'rindi. U Nasiraxon va Turdaxon bilan birga o'tkazgan chog'larini faqatla unuta olmaydi. Turdaxon bilan Nasiraxonni eslagan siri yuragiga xanjar sanchilgandek bo'lib, to'lg'inib ketayotdi. Ularning bolalari oilasi xiyoliga kirib olib, aram bermaydi. Shtab qo'mondonlari bu yerni tezroq elib, olg'a qarab ilgirlashga aldirayotdi. Tuanning imomi Bamdod namozdan keyin jangchi ofitserlarni safarbar qilib, Allohu akbar deb jangga kirishni tashabbus qildi. Lekin Tuan imomining bu fikri qism qo'mondonlari tarafidan qabul qilinmadi. Milliy armiya va partizanlar 3-qitimliq umumiy hujumni qo'zg'adi. O'qlar to'kilib jahonni qora tuman qoplab, dahshatlik etishish, gumburlashlar atrofni zilzilaga soldi. Jangchilar baturlarcha olg'a ilgirladi. Qini qizib ko'zlariga hech nima ko'rinmay qolgan 20 jangchi o'zlarini tutolmay shiddat bilan ilgirlab, dushman orasiga bostiribla kirib ketdi. Qurbon bilan Qosim Joda avtomatlardan tinimsiz o'q uzib, dushmanlarni jon jahli bilan qirmoqda edi. Dushman askarlari mu pilmutlaridan o'q uzib, bir necha jangchini tikmollab atqizvatdi-da, bularga qarab keldi. "Qurbon, quralimda o'q tugdi", dedi Qosim Joda alam bilan. "Meningmi? Qanday qilamiz? O'ylanishga vaqt yo'q. O'zimizni dushmanlarga atayli." Bular dushman askarlariga qarab etlayotganda, dushmanlar bularning putlariga o'q etib yiqitdi. Hamma jangchining qurollarida o'xshashla o'q tugagan edi. "Bularni uyga kirib ko'ydirib o'tinglar", dedi tapancha asqan, yapma qapoq, talati yomon biri g'azab bilan. Dushman askarlari bularni bir uyga akirib soladi-da, jangchilarga benzin chechishga boshladi. Qosim Joda chaqqonlik bilan benzin chechayotgan bir askarning putidan tortibla yiqitdi-da, yenidagi tapanchini sug'urib elib, uningga bir pay o'q etishiga yana bir askar Qosim Jodani etib tashladi. "Qosim!" deb varqirdi Qurbon titrangu ovozda. "Aram tamoqlar, etish, meni atmamsan!" Qurbon shundoq deb o'ltirib turib, chaponlarini yirtib maydisini ochdi. Uning putiga o'q tekkachga o'rnidan turolmaydi. "O't yiqinglar! Anangni, meni atmamsan! Noch bo'lsang kelmamsan!" Qurbon jon jahli bilan varqirdi. O't yiqildi. Jangchilarning noli faryodi falakka o'rladi. O't barg'an siri ulg'aymoqda edi. Jangchilar do'mlaydi, echinishliq varqiraydi. Qurbonning ovozi hammadan bak yangroq edi. "Yoshsun ozodlik! Yoshsun xalqim!" Dahshatli kuyayotgan o't ularning ovozini yutib ketdi. Shu asnoda milliy armiyaning orqa sapdan keltirilgan minomyot zambiraklaridan etilgan o'q dushmanlarni sarosimiga soldi. Dushmanning bosh qo'mondoni muasirni bo'sib chiqishga majbur bo'ldi. Boshliqsiz qolgan askarlar Petrov o'z alakchiligi bilan qoldi. Milliy armiya jangchilari hayvatlik hurra sadolarini yangratib, nahiya ichiga bostirib kirdi. Aloqzodlik ichida tinib yurgan dushmanlar qurollarini tashlab taslim bo'ldi. "Barat, sen qo'shto'rg'ayga berib, qaramayga chiqadigan yo'lni to'sib, qochgan dushmanlarga zarba ber", dedi Leskin. Qo'shto'rg'ayga mangadigan yo'l atrofi butunlay chig'liq edi. Jangchilar chig' oralarga mo'kinib yotgan dushman askarlarini qirib tashlab, davomli olg'a ilgarilab, ot kalalarga o'q-dora, ozuq-tulik ortib, ilib mangan 400 askarni asirga oldi. "Bularni qirib tashlab,
Qurban bo'lgan jangchilarning qisosini olayli, dedi Sidiq Ko'kko'z ko'zlaridan alamlik yosh to'kib. O'ltirib o'tayli, qirib tashlayli. Jangchilarning hammasi shavqin ko'tardi. Asirga ilinganlarni o'ltirishga bo'lmaydi. Bu degan harbiy buyruq, dedi Barat Palvon alam va hasrat aralashgan ovozda. Jangchilarning hammasi ig'ir tinishdi. Sidiq, Yasin, sizlar atrofni kuzatib, qoldiq dushmanlarni tozalab ishtab qaytinglar. Baratka, dedi Sidiq Ko'kko'z yig'idan o'zini aran besib. Men qurban bo'lgan sabdoshlarimning qisosini olmay qo'ymayman. U shundoq debla itiga qamchi soldi. Yasin doktor uning kaynidan agashdi. Jangchilarning ko'zlariga yig'a yonbashdi. Barat palvonning ko'zidimi yosh lig'ildab turadi. Sidiq Ko'kko'z bilan Yasin doktorga tuyuqsiz o'q etilib, yana jimib qoldi. Ular otdan tushib, asta mangdi. Shu arada kurung-kurung qilgan ovoz anglandi. Nim deydi mavu anangni deb varqirdi Sidiq Ko'kko'z chig' arsidan beshini chiqarib. Qarshi tarafdan etilgan o'q uning do'lsidan o'tib ketgan edi. Diqqat qilayli, ular chig' arsida ekan, dedi Yasin doktor. Bular bütün diqqatini yig'ib qarshi tarafga zang soldi. Avi chig'lingishibdi. Shuning qarti pasrak atayli, dedi Sidiq Ko'kko'z. Bo'ladi, qinamisa. Ular miltiqlaridan o'q o'zishiga farqirgan ovoz anglanib, yana jimib qoldi. Bir necha askar o'rnidan turib qochdi. Ular chanlab turib ikki dushmanni tikmullaq atqizvatdi. Yur, qo'g'layli. Ular dushman askarlarini qo'g'lab, jimjitlik bosgan bir jangizga yetib keldi. Ular tomni yaqilab mengvatganda, tom yenidagi uydan pichirlashgan ovozlar anglandi. Bular mushu yerda ekan, qandoq qilamiz? dedi Yasin doktor. Bularni mundaq qilamiz. Sidiq Ko'kko'z shundoq deb ikki granatning pilikini uzdida uy ichiga derizdan tashlavatdi. Gumbirlagan ovozlar qiya chiyalar bilan qo'shilib, atrofni bir pas larziga solgandan keyin yana jimib qoldi. Yur, uyga kirib baqayli. Ular uyga kirganida 10 necha askarning o'liki turadi. Yur, qaytayli. Amdi dardan chiqqandu? Dard degan g'alabadan keyin chiqadi, dedi Sidiq Ko'kko'z. Ular qaytib borganda jangchilar uy ichida o'tda kuyib, to'nuqsiz bo'lib ketgan jasadlarni ko'tirishib achiqyotadi. Hammalarning ko'zlaridan taramlab yosh to'kilyotadi. Barat palvon jasad orasidan tonish gavdlarni izlaydi. Bu qatimqi urushda 200 dan ortiq jangchi qurbon bo'ldi. Qurbon bo'lganlarning namozi tushirilib, yerlikda qo'yilgandan keyin jangchilar birdak varqirashdi. Qisos olamiz, qisos olamiz, jonga jon, qonga qon olayli. Bu sadolar tog'larga urilib, aks sado paydo qiladi. Barat palvonning chiroyi turilib, vujudi g'azabdan chayqaldi. Ko'zlaridan bir xil nafrat uchqunlari chochirdi. 5. Kangsay 3-otliq tuvani Jiminay partizanlari bilan birlikda Burchinni ishg'ol qilish uchun Burchin atrofiga yetib bordi. Burchin yo'lg'un, so'ksuklar bilan o'ralgan yer ustiga joylashgan bo'lib, atrofi qum dovisi do'nglik edi. Nahiya egizlikka joylashgan bo'lg'achqa dushmanlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ular daryoning u qetida edi. Jiminay partizanlari nahiyaning bosh tarafi va tuvan tarafidan Irtish daryosiga otsilib o'tib, shaharning sharqiy tarafi bilan Shagatay qovuqidan o't echib, dushmanning diqqatini o'ziga tortish uchun hujum vaqtini kutib yotadi. Milliy armiya askarlari Irtish daryosi bo'yiga borib joylashib olgandan keyin hujum qilishning choralari ustida izlandi. Daryo tep-tinch holatda turadi. Uningga bir tal yopurmoq tushsimi, oqidigandek emas. Daryodagi kiyimlarni dushmanlar chiqarib olgan edi. Qarong'ulik bara-bara zaminga yepishib tushayotdi. Jangchilar hozirla hujumga o'tish buyruqi tushirgandek jiddiy holatda edi. Ular bir-biriga gapmo qilmay sukut ichida turishadi. Qubuqsarda bo'lgan 11 kunlik dahshatlik jang va urushda qurbon bo'lgan jangchilarning fojialik holatlari ularning ko'z oldidan nari ketmaydi. Yuragida qisos o'tlari yalqin joydi. Baratka,
dedi posta turayotgan Sidiq Ko'kko'z jiddiy holatda kelib. Daryodan o'tib bu tarafga chiqayotgan ikki odamni tutib oldik. Qani ular, tiz boshlab kel. Baslik kelgan mangzi qizil ikki qozoq kishi qo'rqimsirab Barat palvonning yiniga keldi. Biz sizlarga hech qanday ziyon zahmat yetkazmaymiz. Bizga faqat daryoning u tarafiga o'tadigan yo'lni ko'rsatib bersanglarla bo'ldi. Sizlar go'midonni yo'qotadigan bo'lsanglar, biz hamma ishni qilishga tayyor. Daryodan qanday o'tamiz? Daryoning oyoq tarafida o'g'ri yo'l deb bir yo'l bor. Shu yerdagi toshlarni yoqlab mangsoq, daryoning u tarafiga bemalol chiqa olamiz. Yaxshi, buni men hozirla bosh shtabga yetkazay. Qo'mondonlik shtabidagilar buni anglab, bakmo xushal bo'lib ketdi-da, darhol shu yo'l bilan hujumga otlanishni buyurdi. Jangchilar daryodan saf bo'yicha o'tishga boshladi. Meliqi ikki qozoq kishi yo'l boshlab oldida mangdi. Qolganlar uningga agishib bir-birining qo'lini tutib minishdi. Shu arada bir jangchi ehtiyotsizlikdan toshqa tiyilib ketib, yiqib ketdi. Qaraqvon o'zini daryoga etib, uni ming ta'sikda daryoning qetiga ilib chiqdi. Daryoning tegi nihoyatda tez oqatdi. Jangchilar daryodan o'tib bo'lishiga Jiminay partizanlarga qaratib, belga o'qi etildi. Buning bilan dushman potaylaridan o'q yig'ishga boshladi. Jangchilar qalbida yolqinjayotgan qisos o'tlaridan g'ayratga kelib, qaysarlik bilan olg'a ilgarilayotdi. Barat palvon qo'lini pulanglatib, yangroq ovozda varqirdi. "Vurra! Ozodlik uchun olg'a!" Uning ko'z oldida Turdaxun, Nasraxun, Qurban, Qosim jodalar bir-birlab gavdalanib, uni asabiylashtirib etib baratdi. Qarang'u kecha qo'ynida o'qlarning ovozi, granatlarning portlashlari, yordar bo'lgan jangchilarning voysash, ingrashlari anglanib turadi. Ular o'lim degan so'zni unutib, shaharga qarab asta-asta ishkirlab bormoqda edi. Sahar ufuqdan sentabrning 3-quyoshi asta-asta sug'urilib chiqdi. Kuzning sovuq shamli daraxt shoxlaridagi yo'pirmoqlarni uchirib turadi. Daraxt shoxlaridan uzilgan yaproqlar ona tuproq qo'yniga to'kilmoqda edi. Dushmanning etayotgan o'qlari tuyuqsiz to'xtab, burchin osmonida sharmandalikning belgisi bo'lgan oq bayroq o'z halokatini bildirib lapildadi. Bu bir kun davom qilgan g'arb va sharqdan tang hujum qilingan shiddatli jangda 17 jangchi o'zining qahramonlik shajarasini tarix betiga putib qo'yib, sharaf bilan ozodlik yo'lida qurbon bo'ldi. Dushmanning 2000 odami asirga ilindi. Barat palvon parishon holda atrofiga ko'z tashladi. Jang maydonlaridan ig'ir ko'tarilib chiqayotgan istaklar havoga asta-asta tarqayotdi. Bu yerdan bir xil g'ariblik to'kilib turadi. Barat palvon nimadandir bearam bo'ladi. Nimadandir ansiraydi. U bolalarini, ayolini sig'indi. Uning qulqiga Shamolxonning naqshi anglangandek bo'ldi. Yurtga borganda Shamolxon amdi naqshani et. To'liq ozod bo'ldik. Jahon amdi bizning bo'ldi desam, u qancha xushal bo'lib ketar. U hozir nima ish qilayotgandi? U shularni xiyol qilgan edi. Qaradab judab ketgan yuzida bilinar-bilinmas so'z kulka jilva qildi. Orqadalla qurbon bo'lgan sabdoshlarini aslab, chiroyi turilib vujudini g'azab o'tlari ko'ydirdi. "Xap, senlarning mo kuning oz qoldi", deb pichirdi u tishlarini o'chirilib. U g'azab bilan otning tizginini tortdi. Ondan otni beqindab bo'lishiga qo'yibdi. Uning qalbida tipirlab turgan bir xil armon uni aromida qo'ymayotdi. Ko'z oldida hamon 18-bob tugadi.